Bugun siz bilan juda muhim va tortishuvlarga sabab bo'layotgan bid'at haqida suhbatlashamiz. Demak, yo'q bo'lsa, keyin paydo bo'lgan bo'lsa, biz uni bid'at deyishimizga to'g'ri keladi. Agar biz zohirga qarab hukm aytayotgan odamlar safiga qo'shilsak va buni ham tark qilishimizga to'g'ri keladi. Mikrofonlarda azon aytishda aytaylik yoki bo'lmasam qo'l telefonlarimizga qarab Qur'on o'qish yoki misvok o'rniga zamonaviy tish tozalagich vositalaridan foydalanish. Bular ham bid'atmi? Hadis o'rganish Rasulimiz alayhissalatu vassalamning zamonlarida bormi? Bid'atchi o'zi kim? Ahli bid'at deb kimlarni aytish mumkin? Bid'atchi bor hozir ham. Yoshlarimiz orasida, jamoatimiz orasida. Agar ta'bir joiz bo'lsa, o'sha yaqinlarimiz orasida ham bor. Sahobalar qilmagan deb har ishni rad etish to'g'rimi? Ya'ni kim islom dinida yomon odatni qoldirsa o'ziga mana shu yomon odatini gunohi bo'ladi. Va undan keyingi amal qilgan odamlarni ham shunga amal qilgan odamlarni ham. Bid'atchini qanaqa alomatlari, belgilari bor? Qaysidir kuchlar tomonidan, kimlardir tomonidan mana shunday odamlar ovlanganga o'xshab ko'rinadi. Eng asosiy alomatini aytishimiz kerak bo'ladi. Ularni gapiga xilof gapirgan odam. Ummatni adashtirish, insonni to'g'ri yo'ldan ozdirish shaytonning oliy maqsadi hisoblanadi. Shayton insonni agar qalb ko'zini bekita olsa, yo'q qila olsa, uni xohlagan tomonga buradi. Bugun anglamasak, ertaga kech bo'ladi. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Siz bilan efirda yana bir bor Muslim podkast jamoasi. Bugun siz bilan juda muhim va tortishuvlarga sabab bo'layotgan bid'at haqida suhbatlashamiz. Bugun siz bid'at o'zi nima? Bid'atchi kim? Ayniqsa internet davrida har kimni bid'atchi deb atash oddiy holga aylanib qolmoqda. Bu gaplar qanchalik asosli? Haqiqatni esa ilm izlash orqali o'rganamiz. Bugun ushbu savollarga javob topish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi Fatvo markazi ilmiy xodimi Yorqinjon domla Jumaboyevni taklif qilganmiz. Xush kelibsiz domla. Rahmat. Domla, bid'at o'zi nima? Bid'at so'zini eshitganimizda ba'zilar darrov keskin fikrlarni bildiradi. Aslida bid'at so'zining lug'aviy va istilohiy ma'nolari qanday? Sodda tilda tushuntirib bersangiz. Albatta bid'at so'zi bu lug'aviy tarjima qilinganda, ya'ni lug'atdan to'g'ridan to'g'ri arab tilidan tarjima qilinganida avvalda mavjud bo'lmagan bir ishni boshlashga nisbatan aytiladi. Bu har bir sohada bo'lishligi mumkin. Masalan, muhandislar sohasida ham bir ishni qaysidir bir muhandis yangi ixtiro qilib uni boshlagan bo'lsa, demak ibtada'a fulanun deb boshlaydilar. Ya'ni arab tili lug'atida yoritilish ma'nosida, arab tili matbuotida yoki ibtada'a fulanun kada va kada misol uchun mana shunday so'zlar bilan boshlanadi. Ya'ni falonchi falon ishni boshladi degan. Demak, lug'aviy ma'nosi avvalda yo'q bo'lib, keyin yangitdan paydo bo'lgan ishga nisbatan, demak, bada'a yoki bid'at deb ishlatiladi. Endi istilohiy ma'nosiga keladigan bo'lsak, bu borada aynan shar'iy nuqtai nazardan yondoshganimizda, bu borada ulamolarimiz, fuqaholar juda ko'p bahslar olib borganlar va juda ham ko'p ta'riflar berilgan va ba'zi ta'riflar bir-birlariga keskin farq qilar darajada shunday ta'riflar berib borilgan. Ana shunday ta'riflardan aynan biz o'rganadigan, biz tushunadigan va biz uchun tushunarliroq bo'lgan, kengroq olingan ta'riflardan biri shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni davrlarida, ya'ni zamoni saodatda bo'lmagan ishlarni keyin paydo bo'lgani va bunga ibodat sifatida qaralgan yoki ibodat tusi berilgan yoki ibodat deb bajarilgan amallarni shariatimizda bid'atlar, muhdath, ya'ni keyin paydo bo'lgan ishlar deb ham ataladi. Endi albatta bid'at so'zini mana yuqorida o'zingiz ham aytib o'tdingiz. Birinchi bor eshitgan odam hushyor tortishga o'rgangan. Chunki buni taxtida o'sha bitta hadis sharif bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir hadislarida aytdilarki, kullu bid'atin dalala va kullu dalalatin finnar. Aw kama qala Rasululloh, ya'ni har bir bid'atki bu adashishdir, ya'ni zalolatdir va har bir zalolatning natijasi esa
do'zax bo'ladi, jahannam bo'ladi degan bir hadisni ko'p bor eshitganligimiz, ko'p bor qulog'imizga chalinganidan biz demak bid'at so'zi qulog'imizga kelishi bilan avvalo eng qalbimizni tub-tubidan bir hissiyot paydo bo'ladiki, bu ham bo'lsa qo'rqinch yoki o'sha hazar, undan ehtiyot bo'lish hissiyoti paydo bo'ladi. Endi bid'at so'zini o'zi, bid'at degan lafzni o'zi bilan u mazmuma, ya'ni bir yomonlangan, tahqirlangan yoki qoralangan ishga aylanib qolmaydi. Bu haqida o'sha kitoblarimizda aniq, ochiq-oydin bayon qilingan. Ibnul Arabiyning bir gaplari bor ekan. Bid'at, muhdas so'zlari, bid'at, muhdas lafzini o'zi uchun yoki uni ma'nolari uchun qoralangan emas. Ya'ni o'sha lafzni o'zidan darrov cho'chib ketish. Darrov bu hazar qilinadigan, ehtiyot bo'linadigan ish ekan. Darrov bundan saqlanish kerak ekan degan xayolga boraydigan darajadagi bir ish emas bu. Qachonki sunnatga va Qur'oni Karim oyatlariga, dinning asllariga zid bo'lgan, muxolif bo'lgan ishlarni ustida sodir bo'lganda bu amallar, bular demak hazar qiladigan darajadagi, o'sha ehtiyot bo'ladigan darajadagi bid'at deb ta'rif beriladi. Bordi-yu, dinda asli bor bo'lgan, misol uchun dinda bir ko'rinishi bor bo'lgan, lekin hay'ati turlicha bo'lgan amallar bor. Masalan, salom berish. Dinimizda salom berish bor. Lekin uni hay'atini to'g'ri, sunnat, mustahab o'rinlari bayon qilinadi, ko'rinishlari bayon qilinadi, lekin qachon, qayerda, qanday sodir bo'lishi kerak, aynan qat'iy mana shunday bo'lishi kerak degan bir ko'rsatmalar bo'lmagan o'rinlarda, ya'ni shariatda asli bor bo'lgan amallarda sahoba ikromlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni zamonlaridan keyin paydo bo'lgan ba'zi ishlar ham, ular ham bid'at deb yuritiladi, lekin ular mazmuma, ya'ni yomon ko'rilgan yoki o'sha ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan, qoralangan bid'atlar emas. Shuning uchun ulamolarimiz shar'iy nuqtai nazardan bu kalimaga yondoshib, ya'ni shar'iy amaliyotlarda bid'atlarni o'rgangan ulamolarimiz bid'atlarni ikki xil turga bo'lib o'rganganlar. Bular yaxshi bid'atlar, ya'ni bid'at hasana, buni bid'ati huda ham deyiladi. Ikkinchisi bid'ati dalala, ya'ni adashtiruvchi bid'atlar ham deb ataladi. Bid'atlar e'tiqodiy masalalarda ham bid'atlar paydo bo'lgan, amaliy ishlarda ham, ibodatlarda yoki o'sha ibodatlarning ba'zi qismlarida ham bid'atlar paydo bo'lgan. Demak, e'tiqodiy bid'atlarda Alloh taoloning zoti, sifati bilan tanishga bo'lgan ba'zi birga ilmlar, o'rganishlar natijasidagi fikrlarni e'tiqodiy bid'atlar deyish mumkin bo'ladi. Ba'zi amallarga doir bo'lgan, masalan, namozga yoki o'sha namozdan keyingi amallarga yoki umuman inson hayotida sodir bo'ladigan amallardagi ba'zi qo'shimcha, ya'ni payg'ambarimiz alayhisalom davrlarida, undan keyin sahobalar davrlarida bo'lmagan, lekin undan keyin ulamolar tomonidan yoki o'sha tajriba qilgan ulug' ustozlar tomonidan, tajriba qilib natija ko'rgan ulug' ustozlar tomonidan qo'shilgan qo'shimcha bir zikr tasbihlar bo'ladimi, boshqa nimalar bo'ladimi? Mana shunday amaliy bid'atlar ham hozirgi kungacha ham bor va bularni hammasi ham biz o'ylaganda, yuqorida aytib o'tganimizdek, bir eshitganimizda hushyor torttiradigan yoki qoralangan bid'atlarga qo'shilib ketmaydi. Rahmat domla. Domla, aytingchi, yangi narsa har doim ham bid'at bo'ladimi? Mana o'zi yuqorida aytdik, yangi ish, yangi uslub. Mikrofonlarda azon aytishda aytaylik. Yoki bo'lmasam, qo'l telefonlarimizga qarab Qur'on o'qish yoki misvok o'rniga zamonaviy tish tozalagich vositalaridan foydalanish. Bular ham bid'atmi? Albatta, bu o'rinda sal kengroq fikrlash kerak bo'ladi. Har bir narsani bid'at deyish bu o'sha har bir ishni zohirga qarab hukm qilishga odatlangan odamlar tomonidan aytiladi. Ya'ni bir ishni yoki bir hadisni o'qib yoki bir oyat karimani o'qib zohir ma'nosiga, masalan, bitta o'sha kalimasidan olib bo'ldi bu bid'at. Mana shu kalimada shunaqa deyilyaptimi? Bo'ldi, tamom, bu bid'at. Avvalda yo'q bo'lganmi? Bu bid'at deydigan odamlar tomonidan ko'pincha ilgari suriladi bunday fikrlar. Lekin har bir boshlangan narsani ham avvalda bo'lib, keyin paydo bo'lgan narsani ham bid'at deb bo'lmaydi. Ulamolarimiz, hattoki fuqaholarimiz bizlar uchun har bir ishni
chaynab mag'zini chiqarib bizlarga taqdim qilganlar. Ulamolar qarangki, bid'atlarni 5 xil turga bo'lib o'rgangan. Ulardan birinchisi vojib bid'atlar. O'zi bid'at deyapmiz. Ha? Biz agar avvalgi ta'riflarni o'rganib tushuna olgan bo'lsak, demak, bid'atni ham demak yaxshisi bor ekan. Vojib bid'atlar. Bunga nimalar kiradi? Vojib bid'atlarga nahv ilmlarini o'rganish, tafsirga olib boradigan balog'at, mantiq ilmlarini o'rganish, hadisni o'qib tushuna olish, uni aynan yaxshi o'rganish, chuqur ma'nolarigacha yetib borish yoki uni o'sha nima deydi? Hadislarni darajalarini o'rgatadigan hattoki fanlar bor-da. Mustalahul hadis degan fanlar bor misol uchun. Mana shu fanlarni o'rganish yaxshi vojib bid'atlar deyiladi. E'tibor beraylik. Hadis o'rganish Rasulimiz alayhissalatu vassalomning zamonlarida bormidi? Nahv o'rganish bormidi? Misol uchun yo'q edi. Demak, yo'q bo'lsa, keyin paydo bo'lgan bo'lsa, biz uni bid'at deyishimizga to'g'ri keladi. Agar biz zohirga qarab hukm aytayotgan odamlar safiga qo'shilsak va buni ham tark qilishimizga to'g'ri kelardi. Lekin biz nima qilishligimiz kerak? Demak, hadisni yaxshi o'rganish uchun, oyatlarni yaxshi anglash uchun, qo'yinki din, diyonatni fiqh va aqidasi, tafsir va hadisi bilan qo'shib chuqur o'rganishligimiz uchun biz avvalo nahvni bilishligimiz kerak. Nahv deganimiz arab tili grammatikasini yaxshi o'rganishligimiz kerak. Chunki Alloh taoloning irodasi, Allohning bir hikmati ilohiysi bilan demak islom dini arab diyorida nozil bo'ldi. Hadislar, oyatlar arab tilida dastlab qiroat qilindi. Arab tilida nozil bo'ldi. Endi uni tushunishlik uchun boshqa ajam xalqlar, arab bo'lmagan xalqlar uni o'rganish uchun avvalo uni o'sha poydevoridan boshlab o'rganishlari kerak. Bu nima? Bu o'sha sarf, nahv, ya'ni o'sha grammatika, fonetika, boshqa sintaksis degan masalan o'sha til o'rganishni darajalari bor, o'sha bo'limlari bor, o'shalardan o'rganib kelinadi. Demak, mana shularni o'rganish vojib bid'atlarga kiradi deganlar ulamolarimiz. Mandub bo'lgan bid'atlar bor. Mandub bid'atlarga nimalar kiradi? Madrasalar qurish, talabalarni bir xonaga o'tkazib, jamlab o'rgatish, bu narsalar yo'q edi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom davrlarida bironta madrasa bormidi? Madrasa yo'q edi. Ilm halqalari bor, talabalar bor, mudarris Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning o'zlari bor. Lekin bunday bir binoda jamlanib, alohida bir o'qish uchun bino, kutubxonalar tashkil qilish, misol uchun, mana shular yo'q edi. Bular mandub bo'lgan bid'atlar turiga kiradi. Endi harom bo'lgan bid'atlar bor. Makruh bo'lgan bid'atlar bor. Muboh bo'lgan bid'atlar bor. Bularni har biriga misollar keltirish mumkin. Harom bo'lgan bid'atlarga dinni asllariga zarba beradigan, asllariga to'g'ri kelmaydigan bid'atlar. Bunga ko'proq xurofotlarni keltirish mumkin. Osmondan qushni uchishi yoki yulduzni uchishiga qarab bu narsalar deyish yoki Alloh taolo to'g'risida noto'g'ri bir tushunchalarni paydo qiladigan amaliyotlar bor. Xurofotlar deyiladi buni. Olov yoqib atrofida aylantirish yoki bir daraxtga nimalarni bog'lash yoki aynan bu ibodat darajasiga, ibodat mavzusiga o'tganimizda, demak, Alloh taoloni bandalarda topiladigan ba'zi a'zolar bilan Allohga nisbat berish. Masalan, qo'li bor yoki ko'zi bor deb aytish, a'zolari bor deyishlik. Yoki o'sha ba'zi firqalar o'tgan, masalan, qadariylar, jahmiylar misol uchun. Har bir narsani, har bir amalni, yaxshi amal, yomon amallarning nisbatini Allohga berish, ya'ni Alloh qildirdi deyishga o'xshagan bir tafsilotga ega bo'lgan, mulohaza yuritishga ega bo'lgan ba'zi ta'vilotlar bor. O'shalarni qilishga o'xshagan bir harom bid'atlar bor. Makruh bo'lgan bid'atlar bor, misol uchun. Makruh bo'lgan bid'atlar o'sha masjidlarni, madrasalarni o'ta ortiqcha sarf-xarajatlar bilan nima qilish, misol uchun, naqsh nigorlar bilan bezatish va u yerdagi har xil ranglardan foydalanib insonni ibodatdan chalg'itadigan bir nimalar qilishlikni ham to'g'ri bid'at, haqiqatan ham Payg'ambarimiz alayhisalom davrlarida bo'lmagan, lekin u ko'payib ketgani uchun bu makruhlik darajasiga yetgan. Endi muboh bo'lgan bid'atlar bor. Bular nimalar? Libosni yaxshi tanlash, chiroylisini tanlash yoki o'sha libosga bir qandaydir hashamlar berish, bezaklar berish
yoki qaysidir millatga xos ekanligini, qaysidir jamoaga xos ekanligini bildirib turadigan bir naqshinkor belgilar qo'yishga o'xshagan. Yoki taomlarga uni lazzatli bo'lishi uchun turli tuman ziravorlarni qo'shish boshqa nima. Payg'ambarimiz alayhisolamning davrlari, sahobalarning hayotiga nazar solsangiz, u paytlarda insonlarda faqat Allohning roziligi, ibodat, islomni o'rganish natijasida ko'p bunaqangi bir maishiy hayotga unchalik ham qattiq e'tibor bo'lmagan. Mana shunday narsalarni sekin-sekin paydo bo'lishi bu muboh bid'atlar deb o'rganilgan. Demak, har bir ko'ringan, har bir yangi paydo bo'lgan narsa ham xatarli bo'lavermaydi. To'g'ri, uni lug'at jihatidan, uni shu lug'at ulamolarini bergan ta'riflariga solish jihatidan bid'at deyish mumkin, lekin bular yuqorida aytganimizdek bid'ati hasanalar va bid'ati sayyialarga ajraydi. Bid'ati hasanalarni ham demak bajarishlik ba'zida vojib bo'ladi, ba'zida mustahab bo'ladi. Bid'atchi o'zi kim? Ahli bid'at deb kimlarni aytish mumkin? Bu aqidaviy bid'atlarni yuqorida aytganimizdek ba'zi toifalar, hozirgi kunda ham ularni nomlari o'zgargan-u, da'volari xuddi o'sha da'vo bo'lgan ba'zi bir firqalarni ko'rish mumkin. Mana shularni ham mubtadi'alar, ya'ni bid'atni o'ylab topganlar deb bir nom qo'yilgan va ular haqida alohida boblar ajratib kitoblar yozilgan. Masalan, bir kitoblarda hukmlar bayon qilingan ularga. Misol uchun unga iqtido qilish makruhligi unday odamlarga yoki unday odamlarni xalq ichida o'sha qaysidir ma'noda o'sha xalqqa ma'ruza qilish yoki ularni haqqa chaqirishni cheklash borasidagi bir qaysidir ma'noda kitoblar tasnif qilingan. Demak, mana shu aqidaviy bid'atlar eng xatarli bid'atlar hisoblanadi. Alloh taoloning zoti haqida turlicha fikrlar paydo qilish odamlar orasida. Inson bandalik bilan qaysidir xatolarga yo'l qo'ysa, darrov uni islom ummatidan chiqtiga chiqarish, ya'ni islom ummatidan chiqib ketdi, bu unday bo'lib ketdi, bu bunday bo'lib ketdi deyish holatlari bor. Demak, mana shunday bid'atlarni xataridan, mana shunday bid'atlarni ko'payib ketishidan nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Endi savolingizga bevosita keladigan bo'lsak, bid'atchi deb kimda aytish mumkin desa, mana shunaqangi narsalar bilan mashg'ul bo'lgan, o'zida shunaqangi mas'uliyat bo'lmasa-da, Alloh taolo yer yuzida insonlarning yashashini ta'minlab, har bir inson uchun alohida mas'uliyat qo'ygan. Ota uchun oila mas'uliyati, rahbar uchun jamoat mas'uliyati, misol uchun. Imom uchun namozxonlarni, o'sha masjidni jamoatdagi namozxonlarni mas'uliyatini qo'ygan. Olimlar uchun o'sha davrni o'zini ahli ilmlari, peshvolari uchun o'sha xalqni din diyonati mas'uliyatini qo'ygan. Mana shu mas'uliyati bo'lmasa-da, oddiy bir inson sifatida boshqalarni ibodatlarini muhokama qilib yuruvchilarni bid'atchi deyish mumkin. Mana shu fe'llarga, mana shu amallarga albatta biz javoblarni faqat kitoblardan emas, hayotdan ham qidirishimiz mumkin. Chunki bu kitoblarimiz o'zi hayot tarzimizni yaxshilash uchun tasnif qilingan, yozilgan. Demak, mana shu illatlar hozir ham bor ekanmi? Demak, mana shu kitoblarga haligacha ehtiyoj bor. Bor hozir ham yoshlarimiz orasida, jamoatimiz orasida, agar ta'bir joiz bo'lsa, o'sha yaqinlarimiz orasida ham bor. O'zini ibodati qolib, boshqalarning ibodati bilan ovora bo'lish. O'zini ibodatini mukammal qilib qilmasdan turib, boshqalarni e'tiqodiga, amaliyotiga baho beruvchi odamlar bor. Mana shunday odamlarni ham ehtiyotkorlikka chaqirgan bo'lardikki, siz ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni, sahoba ikromlarni davrida bo'lmagan ishni qilyapsiz. Mana shu ishingizdan ehtiyot bo'ling degan bo'lardik. Chunki ularda tashaddud, ularda bir odobsizlik, yuz xotir qilmaslik, hatto otasiga, hatto o'zidan katta akalariga yoki qachondir o'qitgan ustoziga nisbatan ham behurmatlik holatlarini bayon qilib, siz mana bunday qilyapsiz, bu Qur'onda, sunnatda yo'q. Biz o'zi o'rganayotgan mavzuyimiz to'g'ri, Qur'onda, sunnatda yo'q bo'lgan amallar, lekin shu Qur'on sunnatga xilof bo'lmagan amallar haqida gapiramiz. Demak, mana shu nimalarda ham shu odatlaridan, shu fe'llaridan, mana shu fikrlashlaridan, mana shu aqidalaridan ham bilib ularni bid'atchilar yoki ahli bid'atlar deyish mumkin bo'ladi. Rahmat domla. Shu o'rinda bir savol paydo bo'ldi. Internetlarda yoki ba'zi jamoatlarda shunday bir gap bor. Sahobalar bu ishni qilmagan. Bu ish bid'at.
degan da'vo bilan chiqadi. Haqiqatdan sahobalar qilmagan deb har ishni rad etish to'g'rimi? Masalan, bunaqa inkor qilishni ilmiy asosi bormi? Ilmiy asosga ega bunaqa rad etishni? Yo'q. Bunday rad etishni ilmiy asosi yo'q. Hali yuqorida aytdik, shunday toifa insonlar paydo bo'ldi. Har bir o'qigan hadisini yoki oyatini o'sha lug'atiga e'tibor beradigan toifalar paydo bo'ldi. Zohiriga qarab hukm qilib qo'yadigan toifalar paydo bo'ldi. Ularni o'sha yo bir qaysarligidan yoki ilmsizligidan yoki bir haqni qabul qilmasligidan mana shunday ichlarida bir alamzadalik paydo bo'lganga o'xshaydi. Masalan, shunday hadislardan birida yuqorida ham aytdim, kullu bid'atin dalala va kullu dalalatin finnar. Mana shu hadisda har bir bid'atki degan. Kullu lafzini bilganda u arab tilini o'sha lug'atini biladi u. Kullu deganda har bir deganini biladi. Lekin hadisning o'zini ilmi bor. Hadisda o'sha Ibn Hajar Asqaloniy rahmatullohi alayhi eng o'sha hadislarni juda maromida kuchli sharhlagan inson, zot bo'lganlar, ustoz bo'lganlar, juda ko'pchilik katta allomalarning ustozlari bo'lganlar. O'sha kishi bu yerdagi mana shu lafzdagi kullu so'zi o'zi lafz jihatidan om bo'lsa-da, lekin bid'at lafziga nisbatan maxsus deganlar. Ya'ni xos deganlar. Kullu bid'atin degani o'sha shariatga xilof bo'lgan bid'at degani. Buni o'sha o'zlarini Sahih Buxoriy kitobiga yozgan sharhlari bor, Fathul Boriy degan. O'sha sharhlarida aniq, ochiq, oydin aytganlar. Mana shu so'zdan kelib chiqib, ko'pchilik insonlar har bir bid'at bu zalolat, bu harom deb hammani o'sha haromxo'rga yoki harom bilan mashg'ul bo'layotgan insonga chiqarib qo'yish holatlari bo'lyapti. Endi har bitta yangi paydo bo'lgan ishlarni biz bid'at deydigan bo'lsak, yana bir hadis bor. Agar mana shu hadisni o'rganib ko'rgan odam bo'lsa, albatta insofi bor, haqiqatan haqni talab qiladigan, haqni tan oladigan inson bo'lsa, bu hadisga ham javob berishlari kerak bo'ladi. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisalom bir hadis muboraklarida aytdilarki, ya'ni Sahih Muslimda keladi bu hadis. Shunday aytganlarki, ma'nosi shunaqaki, kim islom dinimizda bir yaxshi odatni odat qilsa, yaxshi odatni paydo qilsa, unga o'sha qilgan odatichalik ajr beriladi. O'sha odatini o'zi qilgani uchun ajr beriladi. Va mana shu odatdan foydalanib, odat tutib, undan keyin kim mana shu yaxshi amallar qilaversa, unga mana shu ajri kelaveradi. Ya'ni shu odatga odatlangan insonni savobi ham kelib turadi bunga. Sadaqa joriyaga o'xshagan kelib turadi deganlar. Va buni ziddi ham bor. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha va wizru man amila biha. Ya'ni kim islom dinida yomon odatni qoldirsa o'zidan keyin, o'ziga mana shu yomon odatini gunohi bo'ladi. Va undan keyingi amal qilgan odamlarni ham, shunga amal qilgan odamlarni ham gunohi bo'ladi deydilar. Har bir yangi paydo bo'lgan narsani biz bid'at desak yoki mayli zalolat desak, bid'at deb turib uni zalolatga darrov yo'g'irsak, zalolatga qarab yurgizib yorsak, harom desak, gunoh desak, bu hadisga nima deb javob berasiz? Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom mana shuni ummatlar uchun bir bashorat o'laroq aytib ketdilar. Ya'ni kim islom dinida bir yangi odatni paydo qilsa va bu yangi odat yaxshi amal bo'lsa, uni yaxshiligichalik savob va undan keyin qilganlarga savob. Agar tepadagi hadisimizni biz zohirdan tushunganimizda, zohirga qarab unga amal qilganimizda bu hadisni tashlab ketishligimiz yoki mutlaqo Alloh saqlasin tan olmasligimizga to'g'ri kelib qoladi. Chunki bir-biriga mutanosib kelmayapti, zid kelib qolyapti. Har bir yangi paydo bo'lgan narsa bid'at, har bir bid'at zalolat deydigan bo'lsa, Payg'ambarimiz alayhisalom kim bu yoqda yangi bir odat paydo qilsa va bu odat yaxshi ish bo'lsa deb turgan bo'lsalar, buni aql bilan o'ylab shoshilmasdan qaror qabul qilishlik kerak. Faqat o'sha harfiylik deyiladi buni, o'sha harflar nimani ma'no berayotgan bo'lsa, o'shanga qarab amal qilib ketish, bu ko'r-ko'rona amal qilishga o'xshaydi. Bunaqangi amal qilayotganlarni juda ko'pini ko'rishimiz mumkin. Hayotimizda ham ko'p jabhalarda kuzatamiz.
Ba'zilar o'zimizga ham kelib savol beradi. Falon ishlariga hadis bormi? U ishlar aynan dinning asli emas. Namozni 5 vaqtligi aniq, vaqtlari aniq, namoz o'qish farzligi aniq, Ramazon oyida roza tutish farzligi aniq. Lekin uni o'sha amallarni bezaydigan, amallarni to'ldiruvchi bo'lgan ba'zi amallar bor. Bularni fazoil amal deyiladi kitoblarda. Demak, mana shularga falon narsaga hadis bormi? Shuni qilmaslikka hadis bormi degan savolni berish kerak o'zi avval inson. To'g'ri? Ba'zi fazoil amallar zaif hadislarga suyanilgan bo'ladi. Yoki ba'zi amallarda aynan hadis dalolat qilayotgan bo'lmaydi. Buni o'sha tajribalar, undan keyingi sahobalarning amallaridan, harakatlaridan, qilgan ishlaridan tushunib olamiz. Masalan, tarovih namozini jamoat bo'lib o'qish. Tarovih namozini payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari o'qirdilar, ba'zan tark qilardilar. Bu Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning xilofat, ya'ni xalifalik davrida ham shunday bo'lib keldi. Odamlar kim xohlasa o'qidi, kimlar o'qimadi, boshqa qildi. Mana shunday bo'lib keldi. Lekin Hazrat Umar roziyallohu anhu davrlariga kelganda nima bo'ldi? Hazrat Umar roziyallohu anhu jamoat bilan hamma har joyda namoz o'qiyotganini ko'rdilarda, jamoat bilan o'qishlikka tavsiya qildilar. Ya'ni jamoat bilan o'qinglar. Ya'ni birlaring imom bo'lsin, qolganlar unga nima qilsin, o'sha iqtido qilsin dedilarda. O'sha Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu ni, ya'ni qori sahoba edilar u kishi. O'sha kishini imom qildilar va qolganlar mana shunday bo'lib jamoat bo'lib o'qidilar. Mana bu ham bir payg'ambarimiz alayhisalomning davrlarida, hayotlik paytlarida, hattoki undan keyin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu davrlarida bo'lmagan bir ish. Va buni Hazrat Umar nima deb qo'ydilar? Orqasidan ni'matul bid'atu hadihi deb qo'ydilar. Bu nima degani? Qanday ham yaxshi bir go'zal bid'at bo'ldi bu deganlar. Demak, har bir bid'atni biz zalolat deydigan bo'lsak, nima uchun Hazrat Umar roziyallohu anhu qanday ham yaxshi bid'at bu dedilar. Demak, bid'atlarning ham yaxshilari bor. Bid'atlar agar yaxshilikka xizmat qilayotgan bo'lsa, demak bu yaxshi. Dinning asllariga zid kelmayotgan, muxolif kelmayotgan, teskari kelmayotgan bo'lsa, demak bular yaxshi bid'atlar. Dinning asllariga teskari kelayotgan bo'lsa, unda bu o'sha yomon, mazammat qilingan, qoralangan bid'atlar bo'ladi. Rahmat domla. Domla, ba'zi toifalar Mavludi Nabaviyni nishonlashni harom yoki bid'at, gunohkor bo'lyapsan degan da'volarni qiladi. Ushbu masalada ulamolarimizni fikri o'zi qanday? Shariatimizda asl qoidalari bor-da. Ibodatga, yaxshilikka olib boradigan vasilalar ham mana shu yaxshilikni hukmini oladi degan ma'noda. Ya'ni o'zbekcha oddiy tarjima qiladigan bo'lsak, olib boradigan ishlar ham demak ana shu natijani hukmi bilan bir xil deyiladi. Masalan, mana namoz o'qish uchun tahoratlar qilamiz, g'usl qilamiz, joylarimizni poklaymiz, boshqa qilamiz, badanlarimizni poklaymiz. Demak, bular ham farz ibodatini bajarish oldidan shu farz ibodatiga bajarishga olib borganligi uchun o'sha ibodatni hukmini olgan. Mavludun Nabaviy, ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning tarixlarini o'rganish, u kishining hayotlarini o'rganish, u kishining siyratlarini, ya'ni o'sha shaxsiy hayotlarini, xarakterlari deymizmi, u kishining o'sha fe'l-atvorlari deymizmi, hattoki qosh ko'zlarini tuzilishidan boshlab yuzlarini rangi, fe'l-atvorlari, qachon jahllari chiqardi, jahllari chiqsa nima bo'lardi, yuz tuzilishlari qanaqa edi, yumaloqmi, boshqami, soqollarini darajasi qanaqa edi, qanchalik uzunlikda edi, sallalarining rangi qanaqa edi. Mana shu masalalarni o'rganish bu ilm hisoblanadi. Har bir inson o'rganishi lozim bo'lgan, shart bo'lgan ilmlardan biri hisoblanadi. Chunki biz qachonki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni to'liq yaxshi tanisak, u kishini sunnatlariga, u kishini ko'rsatgan shu yo'llariga, buyurgan ishlariga to'g'riroq, yaxshiroq amal qilgan bo'lamiz. Demak, Mavludi Sharifda ham mana shu bayonlar ketar ekan. Demak, buni xoh marosim qilib nishonlash, xoh insonlar uyida o'tirib o'zi o'rganib oila davrasida nishonlashi yoki o'rganishi. Mana shularning hammasi demak haligi yuqorida aytganimiz bir ishni natijani hukmi vosilani, ya'ni unga olib boradigan ishlarga ko'chgani kabi mana shu ishlar ham demak yaxshi ishlar ekanmi? O'rganish, ilmni ziyoda qilish, payg'ambarimiz alayhisalomni yaqindan tanish insonga foydali ekanmi? Demak, Mavlud
marosimlari deymizmi uni yoki mavludni o'sha she'riy nazmlari deymizmi, bularni hammasini ham o'rganishni hukmi o'shanga ko'chadi. Salovat aytishni Alloh taolo Qur'oni Karimda buyurgan. Astag'firullah, ya ayyuhallazina amanu sollu alayhi va sallimu taslima. Sadaqallohul azim. O'zi oyatning boshida Alloh va uning maloikalari, farishtalari salovat aytadi. Nabiyga, ya'ni payg'ambarimiz alayhisalomga salovat aytadi. Ey iymon keltirganlar, ey men o'zini mo'min musulmonman deyotganlar, salovat va salom yo'llanglar degan buyruq bor. Demak, mana shu buyruqqa amal qilish ma'nosida salovatlar aytamiz. Bu salovatlarni demak biz o'sha salovat aytishgacha boradigan jarayonda salovat aytishimiz, salovatimiz yanada bir faizli, yanada bir ixlos, muhabbatga to'la bo'lishligi uchun biz avval kimga salovat aytayotganimizni tanishtirib boramiz. Mavludga e'tibor qaratgan bo'lsangiz, boshidan o'sha Payg'ambarimiz alayhisalom tanishtirish, shuni nasl nasablarini hattoki bayon qilib kelinadi-da, o'sha oxirida salovat aytiladi. Demak, biz falonchi deb turib, shunday zotga salovat aytyapmiz deymiz. Endi e'tibor beraylik. Shu joyda biz yuqorida aytdik, bid'atga shar'iy istiloh ma'nosida ta'rif berganlar juda ko'p bo'lgan. Juda ko'pchilik ulamolar ta'riflar berganlar. Juda turli xil ta'riflar berilgan va ana shu ta'riflardan bittasida aytdikki, eng qisqasi, demak payg'ambarimiz alayhisalomning zamonalarida bo'lmagan va u kishidan keyin paydo bo'lgan amallarga nisbatan bid'at deyiladi deganda ta'rifni berdik. Agar ana shu ta'rifga tushadigan bo'lsa, shu ta'rif nuqtai nazaridan masalaga yondashadigan bo'lsak, bu bid'at bo'lgani bilan hasana bid'at bo'ladi. Chiroyli bid'at bo'ladi. Chunki mana aytayapmiz-ku, bid'atlarning ichida vojiblari, mustahablari, makruhlari nimalar bor. Bu yerda agar munkar ishlar aralashib ketgan, mubolag'a bo'lib ibodatlarga xalaqit qilmaydigan, insonlarni o'sha o'zlarini payg'ambarini, ya'ni bizni payg'ambarimiz alayhisalomni o'rganish, kishilarga o'rgatishni targ'ib qiladigan bir jamlangan insonlar bo'lsa, bunday ishlarni qilish mumkin va bu bid'ati hasana deb qaraladi o'sha birinchi ta'rifga ko'ra. Ba'zi ta'riflar Imom Shotibiy rahmatullohi alayh mana shu bid'atni ko'p o'rgangan va bid'atchilarga ko'p qattiq turgan olimlardan bittalar. Shu kishining ikkita ta'riflari bor. Birinchisi, payg'ambarimiz alayhisalom va sahobalar davridan keyin paydo bo'lib, unga o'sha shariat tusi berilgan, shariatga o'xshatilgan amallarni bid'at deyiladi deganlar. Ya'ni shariatda bor amallarga o'xshatilgan ito'mi taom bormi shariatda? Insonlarni taomlantirish, mollarni taomlantirish bormi? Bor. Demak, mana shunaqangi taomlantirishga o'xshatilgan bir valimalar, yig'inlar, mana shular paydo bo'lgan bo'lsa keyin, mana shular bid'atlar. Bu torroq ta'riflar, ya'ni tor doiradagi ta'riflar, qisqaroq ta'riflar. Undanda kengroq ta'riflari bor. Ikkinchi ta'riflari shuki, u kishi aytganlarki, bid'at deydilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning zamonalarida bo'lmagan, undan keyin paydo bo'lgan va shariatdagi amallarga o'xshatilgan va ibodatlarni bezash, ibodatlarni to'ldirish ma'nosida, ko'proq ibodat qilish ma'nosida bo'lgan ishlarni bid'at deyish mumkin deyiladi. Agar mana shu ta'riflar nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, buni demak bid'at deyish ham hattoki xatoga o'xshab qoladi. Bid'at nomini bermaslikka ham to'g'ri kelib qoladi mavludlarga. Nimaga? Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning davrlarida payg'ambarimiz alayhisalomni maqtash bor edi. Bir Haybar g'azotiga chiqib ketayotganlarida sahobalardan birlari, falonchi bir qo'shiqlaringdan ayt dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom shu jamoatda bor edilar. Ular qo'shiqlar aytdilar, payg'ambarimiz alayhisalomni maqtadilar. Bir sahoba ikrom keldilarda payg'ambarimiz alayhisalomga men Alloh taoloni maqtadim. Men Allohni, Robbimizni maqtadim. Shu sizni ham bir maqtamoqchiman deganlarida payg'ambarimiz alayhisalom Robbingni maqta va meni maqta dedilar. Demak, maqtov payg'ambarimiz alayhisalomga maqtov bor shariatda. Zamoni saodatda ham bor edi. Salovat aytish bor shariatimizda. Demak, mavlud ichida bor bo'lgan narsalarda. Mana shular hammasi bor. Agar biz o'sha ta'riflar nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, Mavlidi sharifni hatto bid'at demaslikka to'g'ri keladi. Lekin eng tor ta'rif, eng qisqa, Izzuddin Abdussalom rahmatullohi alayhi o'sha kitoblarida keltirilgan ta'rif bor o'zi. Payg'ambarimiz alayhisalomning davrida bo'lmagan
va undan keyin paydo bo'lgan eng qisqa ta'rif. Mana shunga olgan taqdirimizda ham bu bid'at bo'lishi mumkin, lekin hasana bid'at. Shunday ekan bu mavlid marosimlarini o'tkazish yoki mavlidni o'rganish, o'qish bular unaqangi qoralangan bid'atlar turiga kirmaydi. Bularni o'tkazayotgan odamlarni bu bid'atchi, bu ishlarni qilish kerak emas, bu isrof deyotgan odamlar demak hali yuqorida aytganimizdek o'sha bitta hadisni o'qigan, o'rgangan, u hadisni ham to'g'ri so'zma-so'z o'rganib o'sha kullu degan joyini o'rgangan va uni sharhlariga murojaat qilmagan odamlar bo'lib chiqishligi mumkin. Rahmat domla, demak bid'atlar ichida shariatga zid bo'lmagan, insonni yaxshilikka, ilmga, iymonini ziyoda bo'lishiga targ'ib qiluvchi o'sha yangiliklar bu bid'at hasana bo'lib, aynan payg'ambarimiz alayhissalomning tavallud kunlarini nishonlash ham mana shu bid'at hasana yaxshiliklar qatorida e'tirof etsak bo'ladi va buni bid'at deb, buni harom, buni qilgan bid'atchi bo'ladi deb keskin fikrlarni aytish bu shariatga zid bo'lgan holat desak, musulmonga zid bo'lgan holat desak bo'ladi. Hatto zotan payg'ambarimiz alayhissalom men bu kunda tug'ilganman deganlar va hatto roza tutganlar shu kunlarda. Demak, qaysidir ma'noda nishonlashdi bu. Bu ham men boshqacha nishonlayman, siz boshqacha nishonlaysiz. Misol uchun bir yutug'ingizni yoki boshqa bir nima deydi, sizga kelgan xabarni boshqacha qabul qilasiz, men boshqacha qabul qilaman. U ham o'ziga xos bir nishonlash. Lekin undan keyingi ummatlarni jamoat bo'lib nishonlashi, payg'ambarimizning tarixlarini, hayotlarini aytib kelib, ba'zi joylarda mehrga to'lib, jo'shib, ko'zlariga yosh olishlari yoki ba'zi joylarda farah tuyib, xursand bo'lib, jilmayib, yuzlariga bir tabassum kirishlari, bular dinni asllariga, dinimizda bir mohiyatiga, maqsadiga zid emas. Shunday ishlarni qilish mumkin va bularni qoralash endi musulmonning odati emas. domla, ko'pchilik ahli sunnada bo'lishni xohlaydi, ammo uning axloqi, tutayotgan yo'li mutlaqo bu yo'lga zid. Mana shu paytda ahli bid'at, ya'ni bid'atchini qanaqa alomatlari, belgilari bor? Bunday kishilarni qanday tanib olsa bo'ladi? Afsuski, hozirgi paytda bunday odamlar tez-tez uchrab turadi. Ko'payib qoldi desak ham bo'ladi. Ya'ni ahli sunnadaman, ahli sunna val jamoadaman degan da'vo bilan sizga yuzlanadi yoki o'zini ko'rsatar yoki ko'rsatmas. Xullas, mana shu munosabatlari ahli sunna val jamoada unday emas, ahli sunna val jamoaning aqidasi bunaqa emas degan bir gaplar bilan boshlanadi munosabatlari yoki sizga bo'lgan bir e'tiroz ma'nosidagi suhbatlari. Bunday odamlarni aynan hozirgi kunda ko'proq fe'lan, xulq jihatidan qaysarroq insonlarda mana shunaqangi fe'llar bo'ladi. Qarangki, aynan o'sha qaysidir kuchlar tomonidan, kimlardir tomonidan mana shunday odamlar ovlanganga o'xshab ko'rinadi. Chunki uni fe'li o'rganiladi, u o'zi qanaqa inson, aytganini qildira oladimi, aytgan gapida tura oladimi yoki to'g'rimi, noto'g'rimi o'zinikini to'g'ri deb biladigan odamlar ularga qo'l keladi. Va xuddi mana shunday insonlar tanlanayotganga o'xshaydi. Xuddi tashqaridan yoki kimlardir tomonidan mana shu fitna urug'lari sepilayotgan odamlarni orasidagi, o'sha musulmonlarning orasidagi fitnalarni, o'rtadagi birdamlikni buzish maqsadida bo'layotgan qaysidir tomonlar xuddi shu shunaqa qaysar, o'zini gapini to'g'ri deb biladigan, boshqalarning gapini olmaydigan, yosh, o'ziga yarasha puli bor, boshqalarga bir ehtiyojmandligi yo'q odamlar tomonidan ko'rinayotgani xuddi birovlar tomonidan ovlanayotganga o'xshaydi bu odam. Demak, mana shu odamlarni bid'atchiga chiqarish, yuqorida aytdik-ku, odamlarni har bir ishini ko'rib, bu bid'at, bu zalolatda, bunga ergashmanglar, nima qilmanglar degan bir fikrni o'rtaga tashlash, mafkurani o'rtaga tashlash orqali odamlarning o'rtasini buzish, bir-biriga bo'lgan ishonchni yo'qotish, demak, mana shunday odamlardan sodir bo'ladi. Yoki yana bitta bu yerda nima bor? Ularni ozgina kitob o'qib, katta natijaga erishgan hisoblaydi o'zlari. O'zi haqiqatdan ham bir gaplashsangiz chiroyli gaplar,
go'yoki bir ilmli, salmoqli, ilmni bir ifora urib turgan gaplar bilan boshlanadi. Suhbatlari yoki xatti-harakatlari. Lekin agar rasmona asliyat o'rganilsa yoki hali qo'pol qilib aytganda g'alvir ko'tarilsa, u yaqinda ilmni boshlagan yoki ilmni o'sha nimalarga qaysidir bir joyigacha yetgan undan hali mana shu yergacha din deb o'ylayotgan odamlar bo'ladi. Va bitta eng asosiy alomatini aytishimiz kerak bo'ladi. Ularni gapiga xilof gapirgan odam, ularni aytgan fikriga teskari aytgan odamlarni dinga xilof qilyapti deb ayblaydi ular. Mani gapim to'g'ri bo'lishi ham mumkin, noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Mani fikrimda bu insonlarcha bitta fikrim yoki mani o'sha manbalardan o'rganib hosil qilgan bir ilmim, xulosam. Alloh taolo menga shu darajada bergan, shuni nasib qilgan va menga bergan. Agar o'sha ba'zi odamlarning gaplari, atrofimdagi odamlarning mani gapimga zid kelayotgan bo'lsa, meni o'rgangan ilm darajamdan ularniki mumkin ko'pdir, mumkin kamdir. Qayerdadir xato qilayotgan bo'lsa, meni fikrimga emas, dinga xilof kelyapti deb hukm qilishim bu ahmoqlik bu. Demak, mana shu alomatlari bor insonlardan ehtiyot bo'lish kerak. Bir fikr qiladi, o'zi uchun xulosa qilgan, mayli. Mashallah, agar o'zi uchun shu xulosa ma'qul bo'lsa, biz uni taftish qilaydigan rutbada yoki maqomda emasmiz. Lekin sizni fikringizga agar xilof kelgan odamlarning fikri bo'lsa, marhamat, ular meni fikrimga xilof aytdi-da, meni fikrimni tan olmadi yoki meni fikrimga teskari gapirdi deyishingiz mumkin. Meni xulosamga teskari aytdi deyishingiz mumkin. Lekin dinga teskari aytdi deyishga nima haqqingiz bor sizda, misol uchun? Shunaqangi alomatlari, shunaqangi ko'rinishlaridan ham ba'zan tanib olish mumkin bo'ladi. Ahmad domla ulamolardan biri aytadi. 4 ta narsadan ehtiyot bo'l. Ya'ni 4 ta narsaga jur'at qilma deydi. Bu birinchisi kufr, ikkinchisi bid'at, uchinchisi tafsir, to'rtinchisi fatvo. Nega aynan shu 4 ta masala? Buni ortida qanaqa bir ogohlik yoki hikmat bor? E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bu 4 ta narsani ham 4 ta narsa haqida, aynan bu sanalgan narsalarni haqida fikr bildirayotgan odam Alloh nomidan fikr bildirayotgan bo'lib chiqadi. Agar oldidagi to'siqlarni olib tashab asl negizga, maqsadga, mohiyatga qarayotgan bo'lsak, kimnidir kufrda ayblayotgan odam bo'lsa, demak bu Allohga kufr keltiryapti, Allohni tan olmayapti degan odam bo'lib chiqadi. Demak, Alloh nomidan gapirayotgan bo'ladi. Alloh buni iymonni qabul qilmaydi, Alloh buni iymonni qabul qilmagan degan da'vo bor. Alloh nomidan gapirilayotgan bo'ladi. Bid'at masalasida ham xuddi shunaqa. Bu dinimizda yo'q, bu bid'at, bu zalolat deganda hali aytib o'tdik-ku. Bu o'sha darajalarni bilmasdan aytayotgan bo'ladi. Agar haqiqatdan ham kitoblarimizga, ulamolarimiz, fuqaholarning gaplariga, sahobalarning gaplariga, sahih sanad bilan kelayotgan hadislarga zid kelayotgan gap bo'lsa, uni hamma aytadi. Uni hamma fuqaholar aytib o'tib ketgan uni. Bid'at qilyapsan, buni qilma, bu ehtiyot bo'l deb. Buni qilgan ishlar bid'atchi bo'ladi deb aytadi. Lekin ko'r-ko'rona aytish haqida gap ketyapti-da bu 4 ta narsa. Bu agar kulli mutlaq o'shanaqangi bundan ehtiyot bu oqibati yaxshi emas deydigan bo'lsak, unda bu dunyoda ahli ilm yoki insonlarni bir din diyonati uchun bir peshvo bo'lgan odam qolmaydi. Chunki hamma o'zini ehtiyot qilib qoladi. Bu mutlaq aytilgan gap emas, aynan ko'r-ko'rona yondashish to'g'risidagi ogohlantirishda bu. Demak, ko'r-ko'rona kufrga hukm qilish, Xudo saqlasin, hadisga muvofiq agar bir insonni kofirlikda ayblasa, u agar kofir bo'lmasa, u ayblagan, qo'ygan aybi, ya'ni kufr aybi o'ziga qaytadi deganlar payg'ambarimiz. O'sha hadisga muvofiq o'ziga qaytib qolishi mumkin. Boyaga har narsani bid'at, bu mardud, bu demak o'sha qoralangan deb bid'atlikda, bid'atchida, mubtadiyada ayblayursak, yuqorida aytib o'tgan hadisimiz bor. Kim islom dinimizda bir yaxshi odat yaratsa, odat paydo qilsa, unga ajr bo'ladi degan hadisga zid kelayotgan bo'ladi. Qur'on haqida ham xuddi shunaqangi hadis bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytganlarki, kim Qur'onni o'z ra'yi bilan
tafsir qilsa, ya'ni o'z ra'yi degani o'zida bo'lgan bir ozmuncha ilm bilan tafsir qiladigan bo'lsa, joyini jahannamdan tayyorlab qo'yaversin deganlar. Fatvo masalasida. Fatvoga jur'atlilaringiz, do'zaxga jur'atlilaringiz degan Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir hadislari bor. Demak, har bir bu to'rtala amalni har birida agar ilmsizlarcha, shoshqaloqlik bilan yoki mulohazasiz, birovlar bilan fikr almashmasdan, qo'rqmasdan o'sha yondoshilayotgan bo'lsa, mana shu to'rtta amal. Buni orqasida albatta og'ir azob borligi, o'sha hadislarga zid kelayotgani, Alloh taoloni o'sha azobiga jur'at qilayotgani ko'rinib qoladi va shundan bir alomat bo'ladi. Shuning uchun ulamolarimiz doimo mana shu to'rtta narsadan ogohlantirib kelgan. Rahmat domla. Ba'zi odamlar o'zini go'yoki haq sohibi deb bilib, biz haqmiz, qolganlar bid'atchi degan asossiz da'volarni qiladi. Bu holat o'zi aslida axloqiy muammo emasmi? Go'yoki o'zini haq deb qolganlarni adashgan bid'atchi deyish. Bularning hammasi odob kitoblarini, axloq kitoblarini kamroq o'qiyotganimizdan kelib chiqyapti. Din, diyonatni faqat fiqhiy masalalar va aqidaviy masalalardan iborat deb bilayotganimizdan kelib chiqyapti. Fiqhda zakotni qancha hisoblab beradi, qachon beradi, nima beradi, uni hammasini odamlar o'rganyapti, o'rganib ham bo'ldi. Hajdagi ibodatlarni, amaliyotlarni o'rgandi. Misol uchun ro'zadagi, namozdagi, bay, oldi-sotdidagi ibodatlar, ya'ni shariatni ayni o'sha ko'rsatgan qonun qoidalarini o'rganib olib, odob jihati bir chekkada qolib ketyapti. Shuning uchun odamlar o'zini ko'ra olmayapti. Hattoki hadislarni bir e'tibor bering. Hadislarning hammasi odobga chaqiradi. Ko'p hadislar odobga chaqiradi. Aksari masalan mana bitta oddiy hadis ko'p o'qiganmiz, mo'min mo'minning oynasi degan. Nima qilib beradi oyna? Oyna sizga kamchiligingizni ham ko'rsatadi, yutug'ingizni ham ko'rsatadi. Biz shu oynaga qaramayapmiz. Yoki oynaga qarasak ham oynani ko'rsatgan narsasini tan olmayapmiz. Siz kechirasiz, xato qilyapsiz desangiz, yo'q, men haqman deyapti. Misol uchun odamlarda shunaqangi nimalar bor. Undan tashqari din, diyonat to'g'risidagi tushunchalar noqis. Tushunchalar noqis. Masalan, ko'p narsani diyonatdan deb bilish bo'lib qoldi odamlarda. Ya'ni bular xurofotlarga e'tibor beradigan bo'lsak-da, yomg'ir yoqqanda falon narsani qilish kerak. Shunda bir Xudoy taolo xuddi mana shunaqa amallar bilan nima qilgan. Hali yuqorida aytdik, olovda aylantirsa olov hamma balo qazolarni yo'q qiladi dedik. Misol uchun, qushlarni bir narsa qilish kerak. Yoki mana yaqinda bir to'g'risi men o'zim ham hayron qoldim, avval eshitmagan ekanman. Kimdir maslahat beribdi, hovlisidagi falonchi daraxtni kesib tashlashdi. U ko'karib chiroyli bo'lib turibdi. Chiroyli bo'lib turibdi. Uni nimasini kesish kerak? Nimaga desa, chunki u behosiyatmish. Alloh taolo barakani, xosiyatni, xislatni bandalarni o'zlarini amallaridan kelib chiqib beradi. Daraxtda nima ayb? Uni borib shunaqa unday qilmaslik kerak desa, yo'q, sen shuni qil, men bilaman. Demak, bu o'zini haq sanash, o'zgalarni nohaqda deb bilishga o'xshaydi. Xudo saqlasin. Lekin Payg'ambarimiz alayhisalom bir hadislari bor. Ko'pchilik tomonda bo'linglar deganlar. Alaykum bil sawadil a'zam deganlar, ya'ni ko'pchilik tomonda bo'linglar deganlar. Jamoatni lozim tutinglar deganlar. Ular bitta ikkita bo'lsa ham ular haq, qolganlar hammasi zalolatda, qolganlar hammasi o'sha yuqorida aytganimizdek bid'at bilan ovora bo'lgan, dinni asl mohiyatlarini ular biladi, boshqalar bilmaydi go'yoki. Mana shunaqa holatlar. Bu eng xatarli narsa va o'sha musulmonlarni, bir jamiyatda yashayotgan insonlarni bir-birlari bilan go'yoki qasdlashtirish, bir-birlariga bo'lgan ishonchni, bir-birlariga bo'lgan muhabbatni, birdamlikni yo'q qilishga bo'lgan o'sha uslublar desak bo'ladi. Boshqa mana shunaqangi qaysidir tomonlarni qo'li bilan mana shunaqangi nimalar qilingan deyish mumkin. Ya'ni jamiyatni
insonlarning ittifoqligini, birdamligini izdan chiqarish uchun har joyda yo'q, san zo'rsan, sandan zo'ri yo'q. Bular bunaqa, mana deb o'sha ma'lum bir hadislar yoki oyatlarni tafsirlaridan uni orqa oldin o'rganmasdan, uni o'sha tub mohiyatini o'rganmasdan turib fikrlar berish oqibatida kelib chiqadigan ishlar. Bugungi yoshlar bidat haqida eshitganda taqiqlash yoki inkor qilishni tushunishadi. Aslida o haqiqiy bidat deganda nimani tushunish kerak va qanday bidatlardan ehtiyot bo'lish kerak? Bid'at deganda aynan zalola bo'lgan. Odamni e'tiqodini izdan chiqaradigan. Odamni o'sha ba'zi ishlarda o'zini yolg'iz qoldiradigan yoki o'ta xurofotlarga aylanib ketgan amallardan ehtiyot bo'lishligi kerak. Yuqorida aytganimiz, agar ibodatga yo'g'rilgan yoki ibodatni ko'paytirish ma'nosida shariatga o'xshatilgan ba'zi amallarni qilishda, bajarishda undan cho'chimasdan yoki unga bir munosabat bildirishda shoshma-shosharlik qilmasdan yoki shoshqaloqlik qilmasdan avvalo o'rganib, maqsad nima? Bundan o'zi natija nima? Qanday paydo bo'ldi degan bir mulohazalarni yuritib, ana undan keyin amal qilsalar yoki ehtiyotkorlik yo'lini tutsalar, demak o'zlari uchun yaxshi qilgan, to'g'ri qilgan bo'ladi. Ustozlarimizdan birlarini o'sha bid'at to'g'risidagi bir ajoyib nimalarni eshitganman. Ya'ni ta'riflarini, bid'atga bergan baholarini eshitganman. Ya'ni bid'at ba'zan o'sha zotiy bo'ladi, ba'zan hukmiy bo'ladi degan. Ya'ni u qanday bo'ladi? Zotiy degani zotan bid'at. Uni o'xshashi na shariatda bor, na shariatdan avval bor, na shariatdan keyin bor. Bu ko'proq mana shu hali aytganimiz xurofotlar bor. Palonchini kesishing kerak daraxtni, pistonchini suvga mana uni chayqashing kerak, mana uni bunday qilishing kerak, tuproq sochishing kerak yoki bir narsa qilishing kerak degan mana shunaqa bid'atlar. Zotan o'zi tubi yo'q. Shariatda ham asli yo'q uni, muomalatda ham asli yo'q misol uchun. Endi hukmiy bid'atlar degani u zotan bor. Shariatda ularning o'xshashi bor. Lekin uni xuddi o'shanga o'xshatmoqchi qilib, ibodatga o'xshatish ma'nosida bir ibodatni yaratilganga o'xshaydi. Mana shular hukmiy bid'atlar deyiladi. Bularga hali yuqorida aytganimizdek salomlashish, yoki taom o'xshash. Masalan, mavlidni nishonlashga o'xshash. Demak, odamlarga taom berib, ulardan savob umid qilish bor. Ularni mayitlarga savobini yetib borishi haqida bir qancha kuchli dalillar bor. Lekin uni kayfiyati qanday bajarish kerak, qachon bajarish kerak? Qaysi uslubda nechta odam chaqirib misol uchun, kimlarni chaqirib degan, yana ham agar soddalashtiradigan bo'lsak. Mana shunaqalarni insonlar o'zlarini ixtiyorlariga qolgan qismlari bor. Ularni kimdir uyida, yana kimdir masjidda, yana kimdir boshqa joyda mana shunday bajarib kelgan shu kungacha. To'g'ri, u o'sha davri saodatda bo'lmagan, asrlarda, nimalarda bo'lmagan, lekin undan keyingi davrlarda bo'lgan, paydo bo'lgan. Butun ummat bunga bajarib kelayotgan ishlar bo'ladi. Mana shu ishlarni ham darrov buni bid'atga chiqarib, uni nimaga chiqarib ketib bo'lmaydi. Demak, inson bid'atdan hazar qilar ekan, sayyi'a bid'atlardan, zalolatga yetaklayotgan bid'atlardan hazar qilishligi kerak. Qolgan bid'atlarni agar o'zlari bajarmasalarda, bid'at hasanalar dedik-ku. Nahv ilmini o'rganish, madrasalar qurish, maktablar qurish, hattoki mana yana bitta narsani aytmabmiz, uni ham aytib ketsak yaxshi bo'lardi. Hadislarni yozish yoki nuqtalarni, Qur'oni Karimdagi harflarni nuqtalarini qo'yish ham Rasulullohning davrlarida, payg'ambarimiz alayhisalom davrlarida bo'lmagan, yo'q edi. Mana shularni paydo qilish ham bid'at. Lekin bu hasana bo'lgan, chiroyli bo'lgan bid'at. Kitoblarni Qur'oni Karimda kitob shakliga kelishi Hazrat Usmon roziyallohu anhu davrlariga kelib paydo bo'ldi. Nahv ilmini shakllanishi Hazrat Ali roziyallohu anhu davrlariga kelib bo'ldi. Bormidi shu payg'ambarimiz alayhisalom davrlarida? Yo'q edi. Demak, mana shunday hasana bid'atlarga albatta inson xayrixoh bo'lish, xayrixohlik bildirish kerak.
Agar o'zini qo'ldan kelmayotgan bo'lsa, qo'ldan kelayotganlarni malomat qilish kerak emas. Mana shunday amal qilsalar inshaalloh yaxshi bo'ladi. Chunki bir narsani yana aytib o'tish kerak. Ummatni adashtirish, insonni to'g'ri yo'ldan ozdirish shaytonning oliy maqsadi hisoblanadi. Shayton insonni agar qalb ko'zini bekita olsa, yo'q qila olsa, uni xohlagan tomonga bura oladi. Inson hayotda yashayotgan insonni bir ulovga o'xshatadigan bo'lsak, oddiy misol bir mashinaga o'xshatadigan. Uni chiroqlarini o'chirib qo'ysangiz kechqurunda, u xohlagan joyiga borib o'zini halok qiladi. Butunlay yo'q bo'lib ketadi, biron joyga tushib ketib, yoki biron joyni albatta jarohatlaydi. Qalb ko'zi shunaqa. Bizni ko'zimiz bilan ko'radigan narsalarimiz bu biz uchun bu dunyoda foydali bo'ladigan narsalar. Qalbimiz bilan ko'ra oladigan narsalarimiz esa Allohning oldida, qiyomatda, oxiratda bizga foydali bo'lgan narsalar bo'ladi. Demak, ana shu qalbimizni ko'zini berkitish, to'sish bu shaytonning oliy maqsadi. Ana shu maqsadiga erishsa, shayton o'zining ishini bajargan bo'ladi. Demak, mana shunaqangi o'rinlarda biz shaytonga imkoniyat bermasdan o'rganishda, o'qishda davom etishimiz kerak. Rahmat domla. Domla, xulosa o'rnida bid'atdan saqlanish uchun eng muhim tavsiyalaringizni berib o'tsangiz. Ustozlarimizning tavsiyalari, takliflari bor. O'sha takliflardan eng birinchisi ilm o'rganish, kitob o'qish. Birinchisi. Demak, buni sababi o'zi aslida ilmsizlikka borib taqalayaptimi? Ilm o'rganish. Ilmni ham o'rganganda o'sha hamma e'tirof qilgan, olim deb topgan, o'shini gapini mu'tamad bo'lgan, ya'ni o'sha odamlar suyansa bo'ladigan olimlarni yozgan kitoblari, fikrlaridan ilm o'rganib xulosa qilish kerak, xulosa fikr hosil qilish kerak birinchi navbatda. Ikkinchidan, bu narsalar dinimizni asl mohiyatini, maqsadini tushunmaslikdan ham kelib chiqadi. Dinimizni asl maqsadi molga, jonga, obro'ga, iymonga, diyonatga yetadigan zararlardan saqlash insonlar. Mana shu mohiyatga qarab ish tutish. Men kimnidir ayblayotgan bo'lsam, kimnidir bid'atchiga chiqarayotgan yoki uni harom amal qilayotgan deb unga fikr mulohaza aytayotgan bo'lsam, uni iymoniga yoki shu mol joniga, obro'siga zarar bermayapmanmi degan savolni berish o'ziga. Ya'ni dinni asl mohiyatini o'rganish. Uchinchisi, dinimiz ibodatlari, dinimizni asl buyurgan farz, vojib bo'lgan ibodatlari va unga qo'shimcha bo'lgan amallarni ajrata olish. Alloh taoloning buyrug'i va unga qo'shimcha bo'lgan, ya'ni muhabbatdan paydo bo'ladigan insonni o'sha ibodatlarini ko'paytirishga bo'lgan harakatlarni ajrata olish. Hattoki bir oyat karimada Alloh taolo mana shunday o'zlariga ruhoniylikni, ya'ni rahbaniyatni lozim tutgan Iso alayhisalomni qavmlarini maqtagan hattoki. Ular o'sha mo'min edi, muslim edi, qalblarini rahmat, ra'fat, ya'ni o'sha yumshoqlik bilan nima qilgan edi. Lekin shu rahbaniyatni, ya'ni o'sha uylanishni tark qilish, umuman dunyoni tark qilishni o'zlariga paydo qilgan edi deb turib, o'sha yerda ham Alloh taolo hattoki ibtadauha, ular o'sha o'zlariga mana shu narsani o'zlarida paydo qilgan edi, vaholanki biz ularga buyurmagan edik deb turib, ana shunday shu odamlarni maqtagan shu oyatda. U oyat kattaroq oyat, hozir balki uni aytishga vaqtimiz sig'dirmas, lekin demoqchi bo'lganimiz, Allohni buyurgan amallariga to'liq amal qilib, unga qo'shimcha bo'lgan ibodatlarni, hadislarda bor, balki zaifroq hadislar dalolat qiladigan amallar bor. Masalan, mandub bo'lgan, nafl bo'lgan ibodatlar bor. Va undan tashqari ibodatga o'xshatilgan, yuqorida aytganimizdek, keyin paydo bo'lgan amallar bor. Masalan, aytdik-ku, qanchadir ko'proq roza tutishga o'xshagan yoki payg'ambarimiz alayhisalomda salovat aytish uchun unga bir qancha madhlar yoki tarixlar qo'shilgan,
qiroatlar, hattoki Qur'on qiroati bilan bezalgan nimalar bor. Hattoki ba'zi namozlardan keyin qo'shimcha yana namozlar o'qish, shunaqangi ibodatlar bor. Bularni ajrata olish kerak. Bu ibodat qilib, bu namoz o'qib, bu zikr aytib yoki bu salovat aytib gunohkor bo'layaptimi? Dinda asliga putur yetkazayaptimi, yo'qmi? O'shanga qarash kerak. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tish kerak. Ba'zan 2 rakat namoz o'qigansa, kimdir odamlarga nima bo'lmagan, misol uchun o'zlariga aniq bo'lmagan hojat namozidir, yoki bir boshqa bir shukrona sajdasidir, shukr sajdasi yoki shukr namozidir. Mana shunaqa namozlar o'qisa, darrov bunga hadis bormi, sahobalar qilganmi, undaymi, bundaymi degan savollar tug'iladi. Mana sahoba ikromlardan nimalar bo'lgan? Masalan, g'azotlarga chiqish oldidan namoz o'qib chiqqan nimalar bo'lgan. Ba'zi ishlari amalga oshsa, ular shukrona sifatida ihson tarqatganlari bo'lgan. Mana shunaqangi amallarni, demak, farz amali bilan buni ajrata olish kerak. Bu o'sha tavsiyalardan eng asosiylaridan bittasi. Demak, ilm o'rganib, o'zlarida ilm hosil qilishlari, ikkinchidan o'sha ibodatlarni, Alloh taoloni farz ibodatlar bilan nafl ibodatlarni, qo'shimcha ibodatlarni ajrata bilish, dinni asl mohiyatini, maqsadini to'g'ri tushuna olish, xulq, odob haqida ko'proq kitoblar o'qish va yana bitta tavsiya shuki, bu ham bo'lsa, insonlar o'zini agar qo'polroq bo'lsa ham kimligini bilish. Men shunga mas'ulmanmi, yo'qmi? Alloh taolo ertaga qiyomat kunida mendan so'raydimi, yo'qmi? Degan savolni o'ziga berish. Savolni o'ziga berish. Chunki inson agar shunaqangi savol bilan o'zini nafsini bosib tursa, mayli u agar haqiqatdan dinni asliga yuqorida ham aytdik biz, asliga ochiq oydin zid amal qilib, xurofot darajasiga o'tib ketayotgan bo'lsa, borib to'xtatsin. Lekin dinda asli bor bo'lgan, ulamolar ko'pchiligi ittifoq bo'lgan ishlar bo'lsa, unga munosabat bildirishdan, unga qarshi gapirishdan oldin o'ylab ko'rish kerak. Oldin bir kitob olib varaqlash kerak yoki ustozlari bo'lsa, ustozlar bilan bir maslahatlashish kerak. Mana shunaqangi tavsiyalarni berish mumkin bo'ladi. Tashrifingiz uchun yana bir bor rahmat. Albatta, har bir inson shariatni to'g'ri tushunishga, sunnatga amal qilishga intiladi. Ammo shoshma-shosharlik, ilmsiz xulosa va ahli bid'at deb yuzaki baho berish eng katta xatolardandir. Haqiqat ilm bilan aniqlanadi. Ilm esa ulamolar orqali yetkaziladi. Shunday ekan, ilmni ishonchli manbalardan, ahli sunna ulamolarimizdan o'rganaylik. Sizlar bilan Muslim podcastining keyingi sonida uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Bugun anglamasak, ertaga kech bo'ladi.